Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasi matematika o'qituvchisi Hoshimova Dilobarman. Bugungi darsimiz analitik geometriya fanidan ikkinchi tartibli chiziqlarning turlari, invariantlar usuli yordamida ularning turi va markazini aniqlash. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz quyidagi rejalar asosida ishlab chiqilgan ikkinchi tartibli chiziqning umumiy tenglamasi, ikkinchi tartibli chiziqlarni turlari va invariantlari usuli, ikkinchi tartibli chiziqlarni asosiy elementlari. Bu yerda klaster metodidan foydalanib ikkinchi tartibli chiziqlarni turlarga qanday ajralishi ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni ikkinchi tartibli chiziqlar 3 ta katta guruhga ajralib, birinchisi elliptik, ikkinchisi parabolik va uchinchisi giperbolik tipdagi chiziqlar hisoblanadi. Ikkinchi tartibli chiziqlarning umumiy tenglamalari quyidagi 3 ta tenglamalar yordamida aniqlanadi. Bu yerda asosiy e'tiboringizni 3-tenglamaga qaratmoqchiman. 3-tenglamani noma'lumlar oldidagi koeffitsientlari, invariantlar usulidagi determinantlarning elementlari hisoblanadi. Bu tenglama quyidagi chiziqlardan birini aniqlaydi. Ellips, mavhum ellips, ikkita kesishuvchi to'g'ri chiziq, giperbola, kesishadigan ikkita haqiqiy to'g'ri chiziq, parabola, ikkita parallel to'g'ri chiziq, ikkita mavhum parallel to'g'ri chiziq, ustma-ust tushuvchi to'g'ri chiziqlar va nuqta ham bo'lishi mumkin. Bu yerda esa ellips, parabola va giperbolani shakli koordinata tekisliklarida chizib ko'rsatilgan. Ushbu ifodalar to'g'riburchakli koordinatalar sistemasini boshqa bir to'g'riburchakli koordinatalar sistemasiga almashtirishda ishlatiladigan invariantlar, ikkinchi tartibli chiziqlarning invariantlari deyiladi. Bu yerda I1, I2 kauchlar birinchi, ikkinchi, uchinchi tartibli determinantlar hisoblanadi. Endi darsimizni avvalgi darslar bilan bog'lash maqsadida aqliy hujum metodidan foydalanib bir takrorlab olamiz. Va quyidagi savollarga javob berishingizni xohlayman. Aylana va ellipsni ta'rifini ayting. Giperbola ta'rifini keltiring. Direktrisa deb nimaga aytiladi? Ellips fokuslarini koordinatalarini ayting. Eksentrisitet deb nimaga aytiladi? Parabolani ta'rifini va kanonik tenglamasini keltiring. Ikkinchi tartibli chiziqlarni asosan 3 ta katta guruhga ajratamiz deb aytib o'tdik. Bu 3 ta katta guruhni birinchisi yagona markazga ega bo'lgan chiziqlar hisoblanadi. Ularga ellips, mavhum ellips, kesishadigan ikkita to'g'ri chiziq, mavhum kesishadigan ikkita to'g'ri chiziq va giperbolani kiritishimiz mumkin. Ikkinchi guruhga esa simmetriya markazi yo'q bo'lgan chiziqlar, ya'ni parabolik tipdagi chiziqlarni kiritishimiz mumkin. Uchinchi guruhga esa simmetriya markazi cheksiz ko'p bo'lgan, ya'ni simmetriya markazi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lgan chiziqlar kiradi. Bularga parallel ikkita to'g'ri chiziq, ikkita mavhum parallel to'g'ri chiziqlar, ustma-ust tushadigan ikkita to'g'ri chiziqlar. Ikkinchi tartibli chiziqni metrikasi bilan aniqlangan affin koordinatalar sistemasida bir koordinatadan o'tib ikkinchi koordinataga o'tish natijasida ikkinchi tartibli chiziqning xossasi va joylashuvi o'zgarmaydi. Ya'ni quyidagi invariantlar usuli yordamidan o'tish determinantlarini tuzishimiz mumkin. Yana bizga kerak bo'ladigan tenglamani xarakteristik tenglamalar bor. Bu yerda quyidagi tenglamaga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Ushbu tenglama kvadrat tenglama hisoblanib, diskriminant har doim 0 dan katta chiqadi. Ya'ni lambda 1, lambda 2 haqiqiy sonlar topiladi. Ikkinchi tartibli chiziqlarni mos guruhlarga tegishli bo'lishining zaruriy va yetarli alomatlari invariantlar orasidagi munosabatlar bilan quyidagicha ifodalanadi. Ya'ni guruhiga qarab aniqlab olamiz. Birinchi guruhga markazlari o'rni nuqta bo'lgan chiziqlar kiradi. Ikkinchi guruhga markazi yo'q chiziqlar kiradi va uchinchi guruhga markazi to'g'ri chiziq bo'lgan chiziqlar kiradi. Parabola uchi parabola o'qi tenglamasi bilan parabola tenglamasini birgalikda yechish natijasida parabola o'qining tenglamasi quyidagicha topiladi. Ya'ni ushbu sonlardan iborat vektor parabola o'qiga parallel bo'lib, botiqlik tomoniga yo'nalgan bo'ladi. Agar ikkinchi tartibli chiziqning umumiy tenglamasi quyidagi ko'rinishda berilgan bo'lsa, uning markazini ushbu tenglamalar sistemasi orqali topiladi. Buni boshqacha yechish usuli ham bor. Ya'ni ikkinchi tartibli chiziq tenglamasini oshkormas ko'rinishda yozib olib,
undan x bo'yicha va y bo'yicha xususiy hosilalarni 0 ga tenglashtirib hisoblab topsak ham bo'ladi. Endi olingan bilimlarni tekshirish maqsadida quyidagi test sinovlari tuzilgan. Ushbu test sinovlarini uyga topshiriq vazifasida beraman va o'qib chiqib har biriga to'g'ri javobni topishingizni xohlayman. Endi darsimiz so'ngida darsni mustahkamlash maqsadida KS texnologiyasidan foydalanamiz. Bunda aniq masalalar berib, uning yechimini izlashga harakat qilamiz. Ya'ni quyidagi tenglama bilan berilgan chiziqni turi va joylashini aniqlansin. Ushbu tenglamada invariantlardan x manfiy chiqdi. Agar manfiy bo'lsa, u giperbolik tipga mansub bo'lardi. Demak, bu chizig'imiz giperboladan iborat. Ikkinchi masalamiz quyidagi tenglama bilan berilgan chiziqning turi va joylashini aniqlansin. Bu yerda y2 0 ga teng bo'lib, parabolik tipdagi chiziq hosil bo'lgan va uning kanonik tenglamasi y kvadrat teng 1/5x ga teng bo'lib, p parametri 2/5 ga teng bo'ladi va chizmada o'zgargan koordinata bilan dastlabki koordinata joylashuvi ko'rsatilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, berib qolishingizni xohlayman.